Nozim, Nechtaman Fotima opa? Toshkentga eng yaqin reys nechida bo'ladi? Bugun soat 9da. Shunaqa tezmi? Bundan keyinchi? Fotima opa, Toshkentga har yarim soatda reys bor. Sizga qaysi vaqtga kerak? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Bitta somsa bering. Xotiningizgachi? Ular meni xotinim emas, qaynisinglim. Xotiningiz deb o'ylabman. Nechta? Bitta. Mana. Rahmat. Yoqimlisi faqat. Xo'p. Hammaga yolg'on gapirib, ularga rostlatishga qaror qilibsiz-da-ya. Sizga kecha va'da berdim-ku. Hayotda deyarli hech narsaga eshitmagan oddiy odamman. Lekin orzu qilish taqiqlanmagan-ku, to'g'rimi? Orzuyimda hammasi zo'r. Lekin orzu haqiqat emas-da. Siz o'zingiz ichingizdan nimani xohlaysiz? Qalbingiz nimada o'tdi? Meni xohishim nimanidir o'zgartiradi deb o'ylamayman. Nodir aka, siz bilan gaplashib olsak bo'ladimi? Men bilan alohida gaplashib olmoqchi ekan. Eshitdim. Chiqib tur. Men o'ylayman o'zim. Bu nima qilganingiz? Alohida gaplashib olishimiz kerak dedingiz-ku. Shunga chiqarib yubordim. Men uni aytmayapman. Boya qilgan ishingizni aytyapman. Nima bo'ldi? Ha? Tinchlikmi? Gapir. Sezib qolishdimi? Haydab yuborishdimi? Sharmanda bo'ldingmi? Ha? Gapir. Tinchlikmi, uyqatga ketyapsiz? Qudalarikiga chaqirishgan ekan. Xudolarnikiga? Zuhraga sochi kelgan ekan. Zuhraga nima soch keladi? Chunki Fotima senga tekkan. Odam bu darajada egoist bo'lmaydi. Odam taftini odam oladi deydilar. Adolat? Tushunaman, siz ofitsersiz, bitta qaraganda odam o'qib ola olasiz. Lekin men ham ofitserman, tuyg'ularimni berkitib yurgan bo'lishim mumkin. Lekin ochiq haqiqat shu, u tuyg'ular bor. Kechirasiz. Suvlab ketdilar. Ketdimi? Lekin zo'r gapirdingiz. Qani hujjatlar? Shu chiqqanga yarasha olib kelmadingmi hujjatlarni? Esdan chiqdi hozir. Uni o'ynashi bor ekan. Irinami? Bu chaynami? Ha. Telefonda tasodifan ko'rib qoldim. O'zi shunaqa bo'ladi. Erkaklarning cho'ntagiga pul tushdimi, darrov o'ynash orttiradi. Lekin bitta narsani tushunmayapman. Shunda u senga xiyonat qilgan bo'ladimi yoki opachangami? Nazariy tomonni o'ylab qarasak, opachanga xiyonat qilyapti. Prakticheskiy tomonni o'ylab qarasak, senga. Po-человечески tomonni o'ylab qaraydigan bo'lsak, ikkalanga ham xiyonat qilgan bo'ladi.